Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugun biz yangi mavzuni o'tamiz. Bu harflar ketma-ketligida sodir bo'ladigan hodisalar, ya'ni tovushlar o'zgarishi. Bu assimilyatsiya deyiladi. Asosan assimilятsion holat koreys tilida undoshlar ketma-ketligida, ya'ni birinchi bo'g'in undosh bilan tugasa, ya'ni patchim bo'lsa va davom etadigan ikkinchi bo'g'in yana undosh harf bilan boshlansa, unday holatda assimilyatsiya holati ro'y beradi. Buni birma-bir hozir ko'rib chiqamiz. Qaysi harflardan keyin kelsa assimilятsion jarayon, assimilyatsiya holati ro'y berishini birma-bir ko'rib chiqamiz aziz o'quvchim. Uning uchun biz birinchi navbatda shu narsani bilib olishimiz kerak. Asosan patchimda harflarning o'qilishi. Masalan, T deb o'qiladigan harflar, mana ularni keltirib o'tdim. Patchimda bo'g'in tugasa, so'z tugasa shu harflar bilan ular mana T deb o'qiladi. Keyingi K deb o'qiladigan bu harflar K deb o'qiladi. Keyingi mana P deb o'qiladigan, patchimda P deb o'qiladigan harflar sirasini ko'rib chiqamiz. Bular qachonki bo'g'in yoki so'z tugaganda yoki undan keyingi bo'g'in undosh harf bilan boshlanganda sodir bo'ladi. Lekin unli bilan boshlansa, keyingi bo'g'in, bu birinchi bo'g'in patchim bo'lsa-yu, keyingi bo'g'in unli harf bilan boshlansa, hamma o'rgangan assimilятsion holatlarimiz chippakka chiqadi va o'z holicha alfavitda qanday o'qilsa, o'sha harflar o'sha tovushi bilan o'qilaveradi. Shu joyiga ehtiyotkor bo'lasiz. Faqatgina undoshlar bir-biri bilan ketma-ket kelganda ayrim undoshlar o'z tovushini boshqa bir harfning tovushiga o'zgartiradi. Demak, bu mavzu sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Men endi ekran ortida men sizlarga bularni birma-bir yozib tushuntirib beraman. Buni qisqacha o'rganib olamiz. Demak, assimilyatsiya jarayonini biz bilamiz. Faqat undoshlar ketma-ketligida ro'y beradi. Demak, unli undosh, undosh unli yoki unli ketma-ketligida hech qanday assimilятsion holat ro'y bermaydi. Demak, undan biz xabarimiz bor. Shuning uchun bugungi yasab olgan shablonimizdagi birinchi qatordagi kitob so'zini yodlab qolamiz va unga plus, undan keyin keladigan limon so'zini yodlab olamiz. Birma-bir tanishtirib chiqaman. Masalan, K harfi L ga uchraganda ham, M ga uchraganda ham, ya'ni K dan keyin L, M yoki N harfi kelganda ham har uchala holatda ham bu ing tovushiga o'zgaradi. K harfi ing tovushiga o'zgaradi. Buni keyinchalik misollarda yana ham mustahkamlab olamiz. Hozircha shuni bilishimiz kifoya qiladi. Endi limondagi L harfi N tovushiga o'zgaradi. M va N o'z tovushida, o'z holatida o'qiladi. Endi T harfimiz ham xuddi shunday. Agar T dan keyin L harfi kelsa limondagi, M harfi kelsa ham yoki N harfi kelsa ham u o'zining tovushini N tovushiga o'zgartiradi. Yuqoridagi limondagi holat esa xuddi K da qanday bo'lgan bo'lsa, T da ham P da ham o'zgarish holati bir xil. Ya'ni L harfi N tovushiga, M va N holatlari o'z holicha o'qiladi. P harfi ham o'zidan keyin limondagi barcha undoshlar kelganda M, L, N har qanday holatda ham o'z tovushini M tovushiga, harf tovushiga o'zgartiradi. Limondagi holat yana o'z holicha qoladi. L harfi N tovushiga, M va N o'z holicha qoladi. Buni keyin darsimiz oxirida men umumiy tablitsa holatida qoldiraman. Unda yana o'zlashtirishingiz oson bo'ladi. Mana oxirgi juftliklarni ko'rib chiqamiz. N bilan L ketma-ketligida bular ikkilangan L holatiga o'zgaradi tovushlari. Endi bir narsani eslab qoling. Agar teskari bo'lganda ham L bilan N bir-biri bilan ketma-ket kelganda ham xuddi mana bunday holat bo'lganda ham baribir ikkilangan L tovushiga o'zgaradi.
Keyingi juftligimizda M va L ketma-ketligida M o'z holicha qoladi. Lekin L esa N tovushiga o'zgaradi. Bu yerda men yozadiganlarim hammasi tovushlar. Yozilish emas. Yozilish o'z yozilish holatida qoladi. Endi mana ingi bilan ketma-ket kelganda ham L harfi o'zini ingi o'z holida qoladi. L harfi o'zini tovushini N tovushiga o'zgartiradi. Bularni keyingi misollarda yana ham mustahkamlab o'rganib olamiz.